Assalomu alaykum. Men Gana faoliyatiga kelganimda boshimda davleniya kuchli edi, 270 ta yurardim. Yuragimga stent qo'yish kerak bo'lgan, stent qo'yish kerak bo'lganda, meni imkoniyatim bo'lmagan stent qo'yishga. Qimmat bo'lgan, nimasi 20 million deganda, 20 millionni qayerdan olaman deb o'zim xavotirga tushib, battar stressga tushganman. Katta stressda edim. Undan keyin oshqozonimda gastrit bor edi, o'tfagimda zagib bor edi, ichaklarim kengayib ketgan, bitta pochkam ishlamasdi, chap pochkam shu Ganoga kelishdan oldin 1 yilda 2 marta davolanardim. Lekin o'sha vaqtinchalik yaxshi bo'lib turardim-ku, undan keyin yana nima bo'lam? Gana faoliyatiga kelganimda menda kuchli stress bo'lganda, keyin uyqusizlik kuchli edi. Men bir oylab ham uxlamasdim. Bu faoliyatga kelib, doktordan o'tib, diagnostikadan o'tganimdan keyin, bu mahsulotlarni ichganimdan keyin menda bir kunda natija bo'lgan. Bir kunda asablarim tinchlangan, ikkinchi kunda o'sha uyqularim yaxshilangan Gano choyidan. Butun mahsulotlarni olib ichganimda men o'zimda 100% yaxshi natijaga erishdim Gano faoliyatidan, Gano mahsulotlaridan. Shu mahsulotlarni ichib turib, menda ishlamagan pochkam, 19 yil ishlamagan pochkam ishlab ketdi. Lechini olardim, lechini olganim bilan lekin ishib ketganman, vaznim 135 kilo edim. Bu mahsulotni ichganimdan keyin 10 kunda 5 kiloga tashladim. 15 kunda 20 kiloga tashladim. Mana shunday qilib 1 oy deganda 85 kilo vaznga tushdim. Lekin hozirgi holda, hozirgi nimada Gano mahsulotlarini ichib kelyapman-ku, ichib kelganim bilan sog'lomman-da, 100% sog'lomman. Stressdan, davleniyadan, o'sha yuragimga stent qo'yish kerak bo'lgan, qonim quyuqlashib ketganda, даже qon tomirimdan qon ola olmasdi mesestralar. Hayron bo'lardiki, nega dedi, shuncha yil ishlab turib biz bunaqasini ko'rmaganmiz. Qoni quyuqlashib ketganda tomirdan qon olish olmasdi. Shu Gano mahsulotlarini ichganimdan keyin men shunaqa zo'r bo'lganman, yengil bo'lganman. Ruhiy holatda ham men asablarim tinchlangan, davleniyam normaga tushib qolgan, ishlamagan pochkalarim ishlab ketgan, kalitlardan nima yaxshi bo'lganman. Oyog'imdagi varikozlar, belimda 2 ta grija bor edi, u grijalar ham so'rilib ketdi-da, mana shu mahsulot orqasidan. Keyin men buni nima qilib turib, mahsulotlarni ichib turib, yaxshi natija berganini ko'rib turib, qarindosh urug'larimga tavsiya qildim. Qarindosh urug'larimni ichib turib, mana Malayziya sayohatlarini yutib oldik. Ganoni ham sog'lig'i tiklash, ham sayohatlari, ham Ganoda berilayotgan bilim, ilmlarni tekin olayotganimizdan Allohga ming qatna shukr. Lazzat Akbariga katta rahmat deyman. Shu O'zbekistonga olib kirib, O'zbekiston xalqini sog'lomlashtirib, xalqqa sog'lik va farovonlik ulashayotganiga Lazzat Akbariga katta rahmat deyman. Shu o'zimiz ham shu Ganodan sog'lom bo'lib turib, qarindosh urug'larimiz butun O'zbekistonda kim kasallik ko'rsak aytamiz, Gano faoliyatiga kelinglar, shu mahsulotdan davo topasizlar. Natijasi zo'r bo'lyapti, lekin Allohga shukr. Yana Mirikramova Gulsun. Ya'ni xo'jayinim Serios Pechindan yaxshi bo'ldi, sahrlari zo'r. Yaqinda men ukalardan suv oldirib, Serios Pechinimiz jigarlari qurib qoluvdi. Gano faoliyatidan ichib turib yaxshi qildik.